Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. Shoh aka. Videoga xush kelibsizlar deb qolaman. Videoni ko'rishdan oldin kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rishga sizlarga maslahat beraman, chunki yaxshi maslahatlar olishingiz mumkin. Xolos, video qiziqarli bo'ladi. Avvalambor kirib kelgan yangi yilinglar bilan tabriklayman. 2025-yil erisha olmagan orzuyinglarga Xudo xolasa 2026-yil erishasizlar degan umiddaman. Xolos, yangi yilinglar bilan mana bizga yangi yilga xullas futbol ham bizga yangi yilga sovg'alar berishni boshladi. Sovg'alar berdi ham ertalab, ya'ni soat ertalab bizga hozir ko'rsataman. Bizga mana 3 ta futbolchi bittasini tanlab olish bizga sovg'asini berdi. Yani hamma xohlagan tanladi. Masalan, kimdirlar De Bruyne, Barsa muxlislari Rashford, Real muxlislari Dean Housen. Men o'zim mana Dean Housenni olganman. Hozir kuchaytirib qo'yganman, maksimal qilib. Ko'rsataman albatta hozir. Keyin bu yerda Putif chiqqan. Putif juda ko'p chiqqan. 33 ta chiqqan. Butun 25-yilga ham Putiflar chiqqanmi bilmayman. Men bu yerda menga Davinson Sanchez tushgan. Sobiq Tottenham o'yinchisi. Bu yerda men tepadagi ko'rib turibsizlar. Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Arda Güler, Pedri'dan mana shu 4tasi eng kuchlilar bittasi. 1-yanvar 2026-yil. Mana bu yerda menimda 4 ta free bor. 100 ko'ysim bor. Men yana bugun kechqurun qo'shilgan u. Bitta bu pak kelib qoldi. O'zi bu pak bugun ertalab kelish kerak edi. Men pak bilan birga kelish kerak edi, lekin bu ertalab kechqurun soat 8 da kelgan ekan. Buni hech kim kutmagandi bunaqa kelishini. Shuning uchun hamma dovdirab qoldi. Hali ko'ngilsizlik anaqa qilinmagan edi. Shuning uchun ko'pchilik hali open pack qilmagan. Men maslahatim ham open pack qilmayman bu pakka. Bitta hozir 100 ko'ngilsim bor, 100 ko'ngil o'chaman. Bunaqa ko'p donat qilmayman. Mana bu men texnik tanlaganman. 1-2-4 o'zi 1-3 bo'ladi. Men просто maksimal tushirganman. Statikalar ozgina balandroq qilib. Statikalar 96, 93, 90, 95. 86 speed, kicking power 80, jumping 84, physical contact 91. Bunga shundan bostirib berish kerak menga. Mana heading, one touch pass, visionary pass, blocker, xolos himoyachida nima kerak bo'lsa shu himoyachida bor. Bugun OP pack bo'lmaydi, shuning uchun mana shu videoni olaman, tez olib YouTube'ga qo'yib yuboraman do'stlar. Vaqtimiz yetmay, vaqt ozgina chiqib qoldi. Shu vaqtda foydalanib mana shu videoni olaman do'stlar. Albatta men 100 ko'ngilga ko'chiramiz hozir. 100 ko'ngil bu pakdan keyin 200 litdan pak tushgan, 200 litalidan. Bundan tushish juda ham ehtimoli juda ham kam. Mana shu yo'l tepadagida tushishning ehtimoli kam. Juda ham kam. 0.1% ham bo'ladi. Omadlilar albatta 100 ko'ngilga ushlaganlar bor, ko'rdim men. Lekin men 10,000 ko'ngil sotib bo'lsa ham tushira olmaganlar bor Messini. Unisidan ko'rganman. Shuning uchun men donat qilmadim. O'zimga pazorat qilmadim bu akkauntni. 100 ko'ngil bor, hozir 100 ko'ngil o'chaman. Tushmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Tushmasa kerak, bilaman. Mayli endi. Men aytganda hech kim tushmadi. Nemanja Matic. 3 yil o'chib qolibdi-yu. Legenda o'yinchi edi, Emion o'yinchisi edi. Mayli. Mana bu pakdan men qaranglar mana. 14 ta, 16 ta, 15 ta ochganman buni. Nihuya hech narsa tushmagan. Mana. Bitta highlight tushgan faqat mana. Samo Costa bilan Pablo Fornal tushgan. Tepadigina qarang, hech kim tushmagan epiklardan. Mana bugun qomatini sanab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta ochamiz, keyin yog'ida 3 ta ochib olamiz. Bittada 3 ta ochib olamizmi? Bitta ochib qo'yamiz, mayli, keyin yog'iga 3 ta ochib olamiz. Hech kim yo'q mana. Di Marco tushdi. Mana yog'iga ketmaga 3 ta ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Hatta bitta epik tutsin. Hech kim yo'q. Xudoyim. Omad nimaga menga kelmaydi kerak paytda. Mana 20 ta ochdim, lekin hech kim tushmadi. 20 ta ochganman qarang, 20 ta. Nega hech kim hatto bitta tushish kerak-ku bunaqada.
Mayli. Xullas mana Messi pak. Mani shaxsiy maslahatim mana shu hozir ko'rsataman. Mana shaxsiy maslahatim. Real o'yinchilari ham, futbolchilar ham Dini Hausni maslahatini olishmasin. Chunki Dini Hausni to'g'ri Real muxlislari olishi mumkin. Qanaqadir Showtime narsa yig'ayotgan bo'lishi mumkin o'yinchilardan Showtime yoki просто Real muxlisi bo'lgani uchun olishi mumkin. Menga o'xshaman, Real muxlisiman. Olganman просто Hausni. Men statistikaga qarab olmaganman. Просто muxlis bo'lgani uchun olganman. O'zi o'ynatish uchun, masalan, yoki De Bruyne yoki Rashford olishni maslahat beraman. Dini Hausni просто Real muxlislari uchun chiqarilgan narsa menimcha. Men muxlis bo'lganim uchun olganman uni statistikasini bilaman pastligini, shuning uchun просто Dini Hausni qo'yganman. Agar oson o'ynatmoqchi bo'lsanglar, Rashford yoki De Bruyne tanlaydigan maslahat beraman. Xullas, videomiz shu bilan qisqa bo'ladi. Mana kayfiyatlar 0, gameplay bo'lmaydi. Keyingi videoda xolis gameplay ham bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Hali bitta o'yinchini tanlab olish bo'yicha menda bitta dona pak olsam bo'ldi, bitta dona. Shu pakdan bitta olsam bo'ldi. O'sha menga selektor kontrakt beradi tanlab olish uchun. Uning uchun men uni 8-yanvar kuni keyingi anaqa ochiladi. Hozir ko'rsataman. 8-yanvar kuni keyingi missiya ochiladi. Hozir любой kiribda ko'rib olaylik. Mana 8-yanvar kuni missiya ochiladi. Shu missiyadan keyin men shu freeni olib, shuni ochib yuboraman. Uni albatta video qilib chiqaraman do'stlar. Mana 8-yanvar kuni oxirgi anaqa bo'ladi. Missiya mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 8-yanvar kuni ochiladigan missiyada yana 8 ta, 5 ta dona epikga free berar ekan. Xullas do'stlar, omadinglarni sanab ko'ringlar, tushganlar kimga kim tushdi, kim bitta free ushlab qo'ydi, albatta buni kommentariyga yozib qo'yinglar. Shu bilan videomiz yakunlandi. Hammaga rahmat. Videoga like bosishga esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.